Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlaridan biri bo'yiga yetib qolgan qizi ustida bir nafis kiyimi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kirib qoldi. Payg'ambar alayhissalomning qizlaridan biri ustida nafis kiyimi bilan Rasulullohning huzuriga kirib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib nima dedilar? Ey qizim, albatta bu kiyim suyaklaringizni hajmini bildirib qo'yapti dedilar. Suyaklaringizni hajmini bildirib qo'yapti. Nima demoqchilar bu gapi bilan? Nima demoqchilar? Mana shu so'zdan boshqa har qanday so'zni ishlating, badan, hajm, ko'hragi yoki bo'lmasam figura deb. Hammasida jinsiy maylni o'g'otadigan ma'no bor. Ko'ryapsizmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayosini? Bizda ham shunaqa bir farosat, fahm, shunaqa bir narsa bormi, yo'qmi? Ha? Mana Qur'onda aytayapti.